Oyoqlaringiz kechqurun shishadimi? Paypoq izi oyoqda uzoq vaqt qoladimi? Ertalab oyoq normal bo'lib, kun oxiriga kelib oyoq kiyimingiz torayganini sezasizmi? Ko'pchilik buni oddiy charchoq deb o'ylaydi. Lekin oyoqdagi shish ayrim hollarda yurak faoliyatidagi muammoning belgisi bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan oyoq nima sababdan shishishi, qachon bundan xavotirlanish kerakligi va oyoq shishi yurak yetishmovchiligi bilan qanday bog'liq bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Avvalo, oyoqdagi shishning sabablari faqat yurak emasligini bilishimiz kerak. Oyoqdagi shish uzoq vaqt tik turish, uzoq vaqt o'tirish, ortiqcha tuz iste'mol qilish, ayrim dorilar ta'sirida, venalardagi qon aylanishlari buzilishi, buyrak faoliyatidagi muammolar, jigar kasalliklari, gormonal o'zgarishlar va ortiqcha vazn kabi ko'plab sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun oyoq shishdi degani menda yurak yetishmovchiligi bor degani emas. Ammo ayrim belgilar bo'lsa, yurakni ham tekshirtirish kerak. Yurakning asosiy vazifalaridan biri bu qonni butun organizm bo'ylab haydash. Agar yurak qonni yetarlicha samarali hayday olmasa, organizmda suyuqlik ushlanib qolinishi mumkin. Ayniqsa oyoq va to'piq sohasida suyuqlik to'planishi natijasida shish paydo bo'ladi. Shuning uchun yurak yetishmovchiligida oyoq shishi ko'pincha kun oxirida kuchayishi mumkin. Mana shu belgilar birgalikda kuzatilsa, e'tiborli bo'lish kerak. Birinchisi ikkala oyoqning shishishi, ikkinchisi shishning kun davomida kuchayishi, uchinchisi nafas qisishi. Masalan, avvalgidek zinadan chiqayotganingizda tez charchab, nafas yetmay qolishi yoki yotganingizda nafas olish qiyinlashishi. To'rtinchisi tez charchash va holsizlik. Beshinchisi yurak urishining tezlashishi yoki notekis urishi. Yana bir muhim belgi qisqa vaqt ichida vaznning sababsiz oshishi. Masalan, bir necha kun ichida vazn sezilarli oshsa, bu ba'zan yog' yig'ilishi emas, organizmda suyuqlik to'planishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oyoq shishganda barmoq bilan boldir, to'piq sohasini bir necha soniya bosib ko'ring. Agar bosilgan joyda chuqurcha bir muddat saqlanib qolsa, bu shishning ayrim turlarida uchraydigan belgi bo'lishi mumkin. Lekin faqat shu belgiga qarab yurak yetishmovchiligini tashxisini qo'yib bo'lmaydi. Buning sababini aniqlash uchun shifokor ko'rigi kerak. Agar oyoqlaringiz tez-tez shishsa va bunga nafas qisishi, tez charchash, yurak urishidagi o'zgarishlar, yotganingizda nafas olish qiyinlashishi, jismoniy faollikning kamayishi yoki qisqa vaqt ichida vazn oshishi kabi belgilar qo'shilsa, kardiolog ko'rigini kechiktirmang. Shifokor vaziyatga qarab EKG, yurak UZI, echokardiogramma, qon tahlillari va boshqa tekshiruvlarni tavsiya qilishi mumkin. Oyoq shishganda ayrim odamlar darhol siydik haydovchi dorilarni o'zicha qabul qiladi. Bu esa har doim ham to'g'ri emas. Chunki shishning sababi yurak bo'lmasligi ham mumkin. Bundan tashqari ayrim dorilarni noto'g'ri qabul qilish organizmdagi suyuqlik va elektrolitlar muvozanatiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun avval sababini aniqlash, keyin davolash kerak. Oyoq shishishi har doim ham yurak kasalligi degani emas. Lekin oyoq shishishi tez-tez takrorlansa, ayniqsa nafas qisishi, tez charchash, yurak urishidagi o'zgarishlar yoki qisqa muddatda vazn oshishi bilan birga kuzatilsa, buni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Yurakdagi muammoni erta aniqlash ko'plab asoratlarni oldini olishga yordam beradi. Agar sizda ham oyoq shishi kuzatilayotgan bo'lsa, uning sababini aniqlash uchun shifokor ko'rigidan o'ting. Videoni foydali deb hisoblasangiz, yaqinlaringiz bilan ham ulashing, kanalimizga obuna bo'ling. Biz yurak salomatligi haqida oddiy va tushunarli tilda foydali ma'lumotlar berib boramiz.